Toshkent viloyati Quychirchiq tumanida mana shu xonadonimizni umumiy maydoni 28 sotix. Mana shu xonadonimizni sotuvga qo'ygandik. 32 ming AQSh dollariga uyda ichlarini ko'rsatmagandik. O'sha vaqtda ba'zi bir sabablarga ko'ra, chunki yopiq bo'lgan. Mana bugun hozir uyda ichlarini hamma joyini kirib ko'rsatamiz. Bu joy o'zi mana qarang kattaligini 28 sotix. Zaxira yerlari ham bor. Buni telefon qilib turib, xonadon egalari bilan bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Вот Vostok deyiladi. Eski nomi Vostok. Gul mufiyi eski nomi o'zi Vostok deb ataladi. Ko'pchilik biladi. Shundoq Soldatskiy Do'stobod shahridan Qo'rg'onchi Chinozga chiqib ketuvchi yo'lda Paveda zapravka bor. Shu zapravkadan o'tgandan keyin sirazu chapga burilish bor. Hol joylarda ham video ko'rsatib ketamiz. 3 kilometr ichkariga kirasiz. Tuman markaziga necha kilometr shunda? Do'stobodga 3 kilometr kirib keladi bu yoqdan, katta yo'ldan kirib keladi. Ya 5 ta. 8 kilometr bo'ladi. 8 kilometr ekan Do'stobod shaharigacha. Gaz bor, svet bor, suv kirgan, ichimlik suvlari ham bor, hamma narsa bor. Umumiy bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bu yoqda oshxonalari, bu yoqda hammom, bunisicha. Bu yoqda tandirxona, tovuqxona, molxona. Tandirxona, tovuqxona hozir kirib ko'rsatamiz. Endi o'sha vaqt uyda ichilarini ko'rsata olmaganmiz-da. Hududi ancha katta. Endi yana ham to'liqroq ma'lumot olaman desangiz, shu xonadon egalari bilan gaplashasiz. Mana bu yoqlari mana tovuqxonasi, mana tovuqxona, molxona, mana bu tandirxona. Tandirxonasi. Bu nimaga bu? Hammomga mo'ljallangan, hammom. Ha, hammom bu yoqda ekan. Ha, mana ekan hammom. Tak, endi uydichilarni ko'rsatsak. Bitta xonasi. Xonalari yaxshi, mana bu zal ekan. Katta ekan. Mana bu yoqda bitta xonasi. Bu tomonda yana bitta xonasi bor. Mana bitta xonachasi bor, bu yerda choy ichib o'tiradigan joy qilib qo'ygan ekan. Bu tomoni ikkita xonasi oshxona. Oshxona qilingan. Orqa tomonlarini ko'rsatamiz. Bu joylar o'zi chorvachilik bilan shug'ullanishga zo'r joy. Orqa tomoni polniy dala. Hojatxonasi. Mana gaz turbalari. Orqasidan ariqda suv oqib o'tgan. $32 ming AQSh dollari so'rab turibdi. Akalar, yana kelishadigan joyi bor. Bu har doim aytaman, 1000 marta eshitgandan bir marta kelib turib joyiga kelib ko'rganingiz yaxshi. Shu yerda kelib turib kadastr dokumentlarini hammasini ko'rib, egasi bilan gaplashib, savdo qilganingiz o'zingizga ham yaxshi. Agar haqiqatan shunaqa joylarda olmoqchi bo'lib turib, chorvachilik bilan shug'ullanaman desangiz, kichkina mini ferma quraman desangiz ham juda zo'r joyda. Qarang, kattaligini, maydonini. 28 sotix. Zaxira yerlari ham bor. To'liq ma'lumotni xonadon egasining telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib, lokatsiyani ham tashlab beradi, gaplashsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.